Assalomu alaykum. Bu safar sizlarga qo'yadigan videoyim haroratni tushirishdagi bo'layotgan muammolar yoki bo'lmasam mijozlar tushunmayotgani uchun bu videoni qo'yapman. Mahsulotni qo'ygan vaqtingizda xuddi shunaqangi holatda temperatura ko'rsatadi. Hozir ichkaridagi harorat 507 gradus, ya'ni o'sha ozgina kam 6 gradus bo'ladi. Endi mahsulotni qo'yganimizdan keyin bu harorat o'z-o'zidan ko'tariladi. 18 yoki bo'lmasam 15 shunga o'xshash harorat deylik. Xo'p, nima qilishimiz kerak bo'ladi? Haroratni asta-sekinlik bilan tushiriladi. Misol, sabzimiz 0 ga 1,5 turadigan bo'lsa, mana ye birdaniga 0 ga 1,5 qilib qo'yib bo'lmaydi. Shu sababdan asta tushirilsa, kompressor ham qiynalmaydi, agregatimiz. Ichkaridagi haroratni ham bexatar chiroyli qilib tushirib olamiz. Ichkarida isparitelimiz ham orqasi muzlash ehtimoli bor. Muzlatib qo'ymaymiz. Shu sababdan kelamiz. Apparatimiz oldiga kelamiz, set degan knopkani bosamiz. Hozir 2 birinchisi mana nuqtachamiz tepaga yondi, 2. Keyingimiz -2 da bu ichkaridagi agregat xolodilnikimizni tekshirib olganmiz biz. Xo'p, bu 3-chi turgani bu ataykasi. Atayka degani ichkaridagi isparitelimizni tem bilan muzini eritish, ya'ni o'ziga ham o'zib bo'lgan defrost time deb. Yana bitta bosamiz, bu sahrinit qildi. Endi haroratni deylik 15 gradus ichkarida. 15 bo'ladigan bo'lsa, misol deylik, hozir mana 15 ga qo'yib olay. Bosib tursangiz tezroq ko'tariladi odatdagiga nisbatan. Bundoq qilib bosgandan ko'ra bosib tursangiz tezroq ko'tariladi. Xo'p, 15 ga qo'ydik ichkaridagi haroratni. Yana bitta bosamiz. Endi bu keyingisini demak biz 13 ga qo'yishimiz kerak bo'ladi. O'shanda 2 gradus o'rtada differensial deydi. O'sha o'rtadagi nima desa bo'ladi? Farqi. Mana 13 bo'ldi. 13 gradusda o'chadi, 15 gradusda yonadi. Yana bitta bosamiz, bu set defrost. Agar sizni hududingizda svet umumiy tarmoqda svet o'chib yonadigan bo'lsa, bu kontrollerda pamyat mikrosxemasi bo'lmaydi. Umuman olganda liboy kontrollerda pamyat mikrosxemasi bo'lmaydi. Misol deylik, 6 soatga 10 minut qolganda svet o'chib yonsa, yana 6 soat qaytalanib qoladi. Shu sababdan svet o'chishiga qarab turib, bu narsani yo 4 soat yo 3 soatga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Hozir men bu joyda 6 soatga qo'yib qo'ydim, chunki mahsulot hali qo'yilmagan. O'zlari ligrovka qilish bilanlar mijozimiz. Shunaqa kimga shuna xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Haroratni tushirishda bo'lgan narsa shu. Asosiy temperatura ikkinchi chiroqchida, dam oladigan temperatura birinchida turadi. Ikkalasi birga yuradi. Agar baland qilish kerak bo'lsa, misol deylik, bu bundan yuqori ketmaydi, u undan yuqori ketmaydi. Birinchi buni qo'yasiz, tushirtgan mahal. Keyin birinchi nuqtachamizni qo'yasiz. Xuddi shunaqa holatda temperaturani ligrovka qilinadi. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar. Yaxshi manfaatli videolarni o'tkazib o'rmaslik uchun podpiskani bosib qo'ysangiz, xudo xolisa chiroyli manfaatli videolar qo'yishda davom etamiz. Kompressor yana bir marta ishlatib tekshirib qo'yadi dedim. Temperaturani ko'tarib qo'yganman. Shunaqangi holat. Temperaturani endi men -2 ga qo'yaman. Endi tekshirib ko'rganman o'zim uchun, endi klient xotirjam bo'lishi uchun -2 ga tushdim. Demak, biga bemalol asta-sekinlik bilan haroratni -2 ga tushirib olsa bo'ladi. -1 deylik. Yozgi kunlarda sabzini ba'zi vaqtlarda -1 ga ham qo'yishadi bizda. Endi asosiy kontroller bizni O'zbekiston sharoitida na 320 bo'lgani uchun shu kontrollerni ko'rsatdim. Boshqa kontrollerlarda agar so'raydigan narsalar bo'lsa, bemalol so'rayverasizlar. Xohlagan mana liboy Danfossmi, Elvilmi, Elitechmi, hamma kontroller tushuntirib qo'yilaveradi. Mana chiroqchamiz yondi, bu degani bemalol kompressorimiz yursa bo'laveradi. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.